Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan juda ko'p savollarga va juda ko'p muammolarga sabab bo'layotgan qanday qilib oson tug'sam bo'ladi degan savolga bugun sizlar bilan shu temada gaplashib javob bermoqchiman. Keling, avvalambor o'zimni tanishtirib o'tsam, 15 yillik stajga ega ginekolog Go'zal Ahrarovnaman. Mavzuga qaytsak, qanday qilib oson tug'ish mumkin? Ayollarimiz, juda ko'p ayollarimiz shu savolni yo'llashadi. Qanday qilib oson tug'ishim mumkin? Maslahat bering doktor, nima qilay? Kun davomida nima qilay? deb savollar berishadi. Hozir sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Homiladorlikda ayollarimiz nimalarga ahamiyat berish kerak? Avvalambor, homiladorlikda o'sha 36 haftadan keyin tug'ruq davri hisoblanadi. Tug'ruqqa tayyorgarlik davri hisoblanadi. Bunda og'riqlar bor yo'qligi va tug'ruq yo'llaridan keladigan ajralmalarga e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Qachon biza beramiz tug'ruqqa o'sha yo'llanmani? Qachonki ayolning dardsimo og'riqlari kelganda tug'ruqqa yo'llanma beramiz. Ayol kishi tug'ishni osonlashtirish uchun nima qilish kerak uy sharoitida? Avvalambor, uy sharoitida 36 haftadan boshlab homilador ayollarimiz nahorga, ertalabga, ochiq qoringa zaytun yog'idan bir osh qoshiqdan iste'mol qilishlari kerak. Bu nima uchun kerak? Sababi bu zaytun yog'i tug'ruq yo'llarini yumshatib, oson tug'ilishiga tayyorlab beradi. Ikkinchi tavsiyam bu, homiladorlarimiz 36 haftadan keyin yengil harakatlar bilan yengil mashqlarni bajarishlari kerak va toza havoda nafas olishlari kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu avvalambor homilaga, ya'ni kislorodni to'liq yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun kerak. Sababi o'sha 36 haftadan keyin tug'ruqqa tayyorlanish davri ketganligi sababli bolada kislorodning golodaniya, ya'ni kislorod yetishmovchiligi bo'ladi, boshlanadi. Shuni oldini olish maqsadida ayol kishiga biz beramiz progulka, ya'ni yengil nafas olib to'g'ri yurishni maslahat beramiz. Keyingisi bu mashqlar, o'sha homiladorlik davridagi bajariladigan yengil mashqlar, o'sha to'pda bajariladigan mashqlarimiz. Bundan tashqari oyoqni kun davomida emaklab yurish mashqi va oyoqni keng ochgan holatda o'tirish mashqini ham buyuramiz. Ya'ni bolani boshini to'g'ri tushib kelishiga yordam beradi bu mashqlar. Bundan tashqari homiladorlarimizda qindan keladigan ajralmalarga e'tibor berishlari kerak. Nima uchun? Agarda qindan keladigan ajralmalar tvorog'simo, yashilsimo va hidli bo'ladigan bo'lsa, bu tug'ruq yo'lidagi muammoga sabab bo'ladi. Tug'ruq davrida tug'ruq yo'llari yirtilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun homilador ayollarimiz tug'ruqqa tayyorlanayotgan paytda albatta ajralmalarga e'tibor berishlari va ajralmalar bo'lsa, buni ginekolog nazoratida davolanib olishlari shart. Bunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qoling.